maktabga o'quvchi borolmaydi. Shaharda больницаga borish kerak. Hech narsa. Mana qamarib turibdi. Yordam bering bizga iltimos. Qamarib qoldi. Hech narsa bo'lmaydi qamarib. Yo'lda ahvoli mana. Bu tomon mana tog'. Prezident bor, bizga iltimos sizdan iltimos. Boshqadan yordam bo'lmayapti. Tuman hokimligidan, viloyat hokimligi ham kelgan vakillar faqat bugun ertadi mana 1 yildan beri cho'zib kelyapti. 1 yildan beri. Nega xavari bor? Xavari bor, joydan turib Bu tabiiy ofat. Buni inson qo'li bilan qilayotgani yo'q. Faqat chora ko'rish kerak. Mana shu yerda bir sozlab beringizlar, qishloqda hozir xas bilan umuman aloqa uzilib qoldi. Kimdir kasal bo'lishi mumkin, kimdir boshqa vaziyatlar bo'lishi mumkin. Mashina chiqishni iloji yo'q. Mana ahvol. Mana sel qanday kirib kelgan. Daryoni o'zani u tomondaydi oldin.